Azizlar, 4 yil o'qilib O'zbekiston xalq artisti ustoz Mukambar Rahimboy uxlab kelganmiz. Maza qilib eshitdinglar, o'sha ovoz qilgan. Qo'ying, hech qanaqa xotiningiz yo'q, Anatoliy Yefremovich. Men hammasini bilaman. Nimaga hadeb yolg'on gapirasiz? Men sizdan ibrat olyapman, Lyudmila Prokofyevna. Men ham bilamasiz, hech qanaqa tanishlaringiz yo'qligini aviakonstruktorlar. Nimaga men bilan bu tarzda gaplashyapsiz? Bunday gaplashishga qanday haddingiz? Men direktoringizman-ku. San'atda, ayniqsa san'atda boshqa любой degan professiyada ham shu narsa bo'lsa juda yaxshi. Kasbini qizg'anish kerak emas. Kasbini iloji boricha o'shanga muxlis bo'ldimi birov o'rgatish kerak. Qo'lidan kelsa, agar o'shanga Alloh shuni yuqtirgan bo'lsa, hali ustozdan ham o'tib ketishi mumkin yoki baribir yeta olmasi mumkin. Sizda ham bo'lganmi, masalan, proba topshirgansizda, qanday mana shuni ham ishlaganimda degan birorta personaj o'tib ketganmi? Yo'q, unaqa nima yo'q-u, lekin biz bilamizki, kecha o'zim ham shuni o'ylab maqlayotgandim. Nimadir xayolimga kelib qoldi. Menga emas, misol uchun boshqa aktrisaga berildi bitta rol. Qaysi rol? Mingdan oshiq filmdan qattan men sizga ayta olmayman. Deylik, men shuni xohlagan edim kino ko'rgan paytimda, lekin uni boshqa odamga berishdi. Shunda men uni eshitib turib aytardimki, menda agar shu mashinaga o'xshagan mashq qobiliyat sal yetmas ekan, ular to'g'ri topishibdi. Qani menda o'sha qobiliyat bo'lganda edi yoki ovozim mashinaga o'xshashroq bo'lganda edi, balki men qilgan bo'larmidim deyishim mumkin. Lekin nega unga berdi, nega menga bermadi deb dushmanlik qilish. Umringiz zavosini ustoz. Umringiz zavosin.